Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. SSSR davrida ishlagan mehnat daftarchasida 1990 yillarga oid yozuvlari bor pensionerlar va pensiyaga chiqishga yaqinlashayotgan fuqarolar nimalarga e'tibor berish kerak? Bu mavzu bevosita pulga, pensiya miqdoriga, ish stajining tan olinishiga va ayrim hollarda pensiyani qayta hisoblatish imkoniyatiga taalluqli. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta eski hujjat, bitta noto'g'ri yozilgan sana yoki bitta tasdiqlanmagan ish joyi pensiya hisobida sezilarli farq keltirib chiqarishi mumkin. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgargan? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va amalda qayerga murojaat qilish lozim? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot ko'pincha odamlar kech qolgandan keyin kerak bo'lib qoladi. SSSR davrida ishlagan ko'plab pensionerlar bugun bitta savolni berishadi. Men o'sha paytda zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada yoki tashkilotda ishlaganman. O'sha yillar pensiyamga to'liq qo'shilganmi yoki yo'qmi? Bu savol bejiz emas. Chunki eski davrdagi ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar ko'p hollarda yo'qolgan, korxonalar tugatilgan, arxivlar boshqa joyga o'tgan. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar esa ba'zan noaniq, xato yoki mursiz bo'ladi. Avval odam pensiyaga chiqayotganda asosiy e'tibor mehnat daftarchasiga qaratilar edi. Agar daftarchada ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqami va korxona muhri bo'lsa, odatda bu davr staj sifatida qabul qilingan, lekin amaliyotda hamma narsada ham tartib bo'lmagan. Masalan, bir korxona nomi bir necha marta o'zgargan, kolxoz sovxozga aylangan, keyin shirkat bo'lgan, keyin umuman tugatilgan. Natijada hozir pensioner men 2 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda faqat 8 yil aniq ko'rinadi. Mana shu 4 yil pensiya hisobida yo'qolib ketishi mumkin. Hozir esa vaziyat bosqichma-bosqich raqamlashtirish tomonga o'tyapti. Davlat organlari ma'lumotlarni elektron bazalarga kiritmoqda, arxiv ma'lumotlari tekshirilmoqda. Ayrim hollarda fuqarolardan qo'shimcha hujjat talab qilinmoqda. Bu bir tomondan yaxshi. Agar ma'lumot topilsa, odamning huquqi tiklanadi, staji to'g'ri hisoblanadi. Boshqa tomondan eski hujjatida kamchilik bor odamlar uchun bu syurpriz bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ayrim davrlar tasdiqlanmay qolishi ehtimoli bor. Men alohida ta'kidlayman. SSSR davrida ishlaganlikning o'zi avtomatik ravishda muammo degan emas. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, mehnat daftarchasi to'g'ri yuritilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlar tasdiqlasa, xavotirga o'rin yo'q. Ammo hujjatlarda bo'shliq bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, muhr o'qilmasa, sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki ish joyi tugatilgan bo'lsa, bu masala bilan oldindan shug'ullanish kerak. Birinchi muhim narsa. Pensiya hisobida ish staji faqat men ishlaganman degan og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan tasdiqlanadi. Eng asosiy hujjat bu mehnat daftarchasi. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami va sana, lavozim nomi, korxona muhri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar hammasi aniq bo'lsa, odatda bu davrni tasdiqlash oson. Misol keltiraman. Farhod aka 1992 yildan 1991 yilgacha Toshkentdagi mashinasozlik zavodida ishlagan. Mehnat daftarchasida 1992 yil 14 martda ishga qabul qilingan. 1991 yil 20 avgustda ishdan bo'shagan. Buyruq raqamlari bor, korxona muhri bor. Bunday holatda uning qariyb 9 yil 5 oylik staji hisobga olinishi kerak. Agar pensiya tayinlashda bu davr noto'g'ri kiritilgan yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, Farhod aka pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qayta tekshirtirishga haqli. Ikkinchi misol. Nazira opa 1978 yildan 1986 yilgacha kolxozda ishlagan, keyin 1987 yildan bolalar bog'chasida tarbiyachi bo'lgan. Mehnat daftarchasida kolxozdagi yozuv bor, lekin mur juda xira buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday holatda xodimlar qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Nazira opa arxivga murojaat qiladi. Kolxozning hisob-kitob vedomoslari, a'zolik ro'yxatlari, ish haqi qaydlari yoki buyruqlar nusxasi topilsa, uning o'sha yillardagi staji tasdiqlanadi. Agar topilmasa, masala murakkablashadi, lekin bu ham umidsiz dekani emas. Uchinchi misol. Akmal aka 1990 yilda armiyadan qaytib, 1990 yildan 1993 yilgacha korxonada ishlagan. SSSR davri 1991 yilgacha bo'lgan bo'lsa-da, o'tish davri ham hujjatlar chalkash bo'lishi mumkin. Korxona 1992 yilda,
nomini o'zgartirgan. 1995-yilda yopilgan. Mehnat daftarchasida bir joyda eski nom, boshqa joyda yangi nom yozilgan. Bunda odam ish davrini korxona nomi bilan emas, buyruq va arxiv ma'lumotlari orqali tasdiqlaydi. Ya'ni bu ikki nom aslida bitta tashkilotning davomchisi bo'lgan degan ma'lumot ham kerak bo'lishi mumkin. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchi navbatda SSR davrida kolxoz, sovxoz, qurilish brigadasi, mavsumiy ish, geologiya ekspeditsiyasi, temir yo'l, paxta yig'im terimi, zavod, fabrika, tibbiyot, ta'lim, kommunal xo'jalik yoki harbiylashtirilgan tashkilotlarda ishlaganlar. Chunki bu sohalarda hujjat yuritilishi har doim ham bir xil bo'lmagan. Ayniqsa mavsumiy ishlar va vaqtincha ishlar bo'yicha stajni tasdiqlash qiyinroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda familiyasi o'zgargan ayollar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, qiz familiyasi bilan 1990-yilda ishga kirgan, 1990-yilda turmushga chiqib, familiyasi o'zgargan, 1995-yilda boshqa ishga o'tgan. Agar mehnat daftarchasida familiya o'zgarishi to'g'ri qayd etilmagan bo'lsa, pensiya organi bu bir odam yoki ikki xil odammi degan savol berishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, ba'zan hadya ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan fuqarolar. Ba'zan odam mening daftarcham yonib ketgan, suv bosib ketgan, korxonada qolib ketgan, ko'chib yurganimda yo'qolgan deydi. Bu og'ir holat, lekin hal qilib bo'lmaydigan holat emas. Bunda ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan ma'lumotnoma, ish haqi vedomoslari, shaxsiy kartochka, buyruq nusxalari, kasaba uyushmasi hujjatlari kabi dalillar izlanadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, barcha yozuvlar aniq bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga stajingiz yozma tarzda ko'rsatilgan bo'lsa va unda SSR davridagi ish yillaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, hozircha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Pensiya ish hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'ying. Chunki ko'p odam hammasi hisoblangan deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 2 yil, 3 yil, ba'zan 5 yilgacha staj kiritilmaganini ko'radi. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. Stajning ko'payishi har doim pensiya miqdori katta oshadi degani emas. Pensiya hisobida ish staji, ish haqi, minimal talablar, amaldagi qonunlar va boshqa ko'rsatkichlar birgalikda hisoblanadi. Masalan, bir odamda 25 yil staj bor, keyin yana 3 yil topildi. Bu pensiyani oshirishi mumkin. Lekin boshqa odamda staj yetarli bo'lsa-yu, asosiy hisob ish haqi ko'rsatkichiga bog'langan bo'lsa, natija kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun SSR staji topilsa, hammaga katta pul beriladi degan gaplarga ishonib ketmaslik kerak. Har bir holat alohida hisoblanadi. Eng katta tuzoq bu internetdagi shov-shuvli xabarlar. SSRda ishlaganlarga falon million so'm bir martalik to'lov beriladi. Hamma pensionerga avtomatik qo'shimcha pul tushadi. Faqat ariza yozsangiz bo'ldi. Davlat qarzini qaytaradi degan xabarlar tez-tez tarqaladi. Men bunday xabarlarga juda ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Rasmiy qaror, qonun, prezident farmoni, Vazirlar Mahkamasi qarori yoki pensiya jamg'armasining aniq tushuntirishi bo'lmasa, bunday ma'lumotni haqiqat deb qabul qilmang. Ikkinchi tuzoq, postachilar. Ayrim odamlar pensionerlarga men sizga SSR stajini topib beraman, pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering deb murojaat qiladi. Hujjat izlashda yordam beradigan qonuniy xizmatlar bo'lishi mumkin, lekin hech kim sizga natijani kafolatlab bera olmaydi. Pensiyani faqat vakolatli davlat organi hisoblaydi. Arxiv ma'lumotini faqat rasmiy arxiv yoki hujjat saqlovchi tashkilot beradi. Shuning uchun pul berishdan oldin hujjatni, shartnomani, xizmat mazmunini, kimga to'layotganingizni yaxshilab tekshiring. Uchinchi nozik jihat ish haqi ma'lumotlari. Ba'zan staj bor, lekin ish haqi haqidagi ma'lumot yo'q. Pensiya hisobida ayrim davrlar uchun ish haqi ko'rsatkichlari ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1995 yildan 1990 yilgacha yaxshi maosh olgan, lekin arxivda faqat ishga qabul va bo'shatish buyrug'i saqlangan. Ish haqi vedomoslari yo'q. Bunday vaziyatda staj tasdiqlanishi mumkin, ammo pensiya miqdorini hisoblashda boshqa davr ish haqi olinishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat staj emas, ish haqi ma'lumotlarini ham izlash kerak. To'rtinchi jihat: o'qish, harbiy xizmat, bola parvarishi va boshqa davrlar. Ko'p pensionerlar men institutda o'qiganman, armiyada xizmat qilganman, bolamni parvarish qilganman, bu ham stajga kiradimi deb so'raydi.
Bu masala amaldagi pensiya qonunchiligi bo'yicha aniq tartibda belgilanadi. Hamma davr ham bir xil hisoblanmaydi. Ayrimlari shart bilan, ayrimlari hujjat bilan, ayrimlari ma'lum chegarada hisobga olinadi. Masalan, harbiy xizmatni tasdiqlash uchun harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. O'qish davri bo'yicha diplom, arxiv ma'lumotnomasi yoki ta'lim muassasasi hujjat kerak bo'ladi. Bola parvarishi bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa hujjatlar talab qilinishi mumkin. 5-jihat boshqa respublikalarda ishlaganlar. SSR davrida ko'p odam O'zbekiston hududida emas, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ukraina yoki boshqa ittifoq respublikalarida ishlagan. Bunday davrlarni tasdiqlash yanada ko'proq vaqt olishi mumkin. Chunki hujjatlar boshqa davlat arxivida bo'ladi. So'rov yuborish kerak bo'ladi. Javob kelish kechikadi. Masalan, odam 1934 yildan 1922 yilgacha Qozog'istonda shaxtada ishlagan bo'lsa, o'sha korxona hujjatlari Qozog'iston arxivida saqlanishi mumkin. Bunda rasmiy arxiv so'rovi, tarjima, tasdiqlash kabi jarayonlar kerak bo'ladi. 6-jihat yozuvdagi xatolar. Masalan, pasportda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva, arxivda esa Abdullayeva deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy imlo farqi bo'lib ko'rinsa ham rasmiy hisobda savol tug'diradi. Ayniqsa ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sanat turlicha ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi tabiiy. Bunday holatda FHDga hujjatlari, pasport ma'lumotlari sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar qo'llanilishi mumkin. 7-nozik jihat. Pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa ham odam murojaat qilishi mumkin. Ko'p pensionerlar men pensiyaga chiqqanimga 10 yil bo'ldi. Endi kech bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Agar sizda ilgari taqdim etilmagan yoki hisobga olinmagan hujjatlar paydo bo'lsa, siz pensiyani qayta hisoblashni so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Lekin qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanadi? O'tgan davr uchun to'lov bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu amaldagi qoidalar va sizning hujjatlaringizga bog'liq. Shuning uchun arizani og'zaki emas, yozma ravishda topshirish muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam tushuntiraman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, eski mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, mukofot daftarshalari, kasaba uyushmasi bileti, eski guvohnomalar, korxona tomonidan berilgan tavsifnomalar bo'lsa, hammasini bitta papkaga soling. Ko'p odam eski hujjatni keraksiz deb o'ylaydi, lekin ba'zan aynan o'sha qog'oz stajni tasdiqlashga yordam beradi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan o'qing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsani tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Muhr va buyruq raqami bormi? Agar biror joyda sana tushib qolgan bo'lsa, muhr ko'rinmasa, lavozim yozilmagan bo'lsa yoki korxona nomi noaniq bo'lsa, shu davrni alohida belgilang. Masalan, qog'ozga yozing. Mindo'qut dartillar, Andijon viloyati, falon kolxoz, muhrxira, arxiv kerak. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya ishingizdagi staj qanday hisoblangani tekshirib berishni so'rang. Agar pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Arizada shunday mazmunda yozishingiz mumkin. Mening SSSR davridagi ish stajim to'liq hisobga olinmagani tekshirib berishingizni, zarur bo'lsa pensiya miqdorini qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlagan ma'qul. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. 4-qadam, arxivga so'rov yuboring. Agar ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, hujjatlar qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Bu hududiy davlat arxivi, tarmoq arxivi yoki korxona huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda aniq ma'lumot yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ish joyi nomi, ishlagan taxminiy yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomi. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlariga topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, familiya yoki ismda farq bo'lsa, uni oldindan tuzating. Agar hujjatlarda eski familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasini qo'shing. Agar tug'ilgan sana xato yozilgan bo'lsa, FDIyadan ma'lumot oling. Agar arxiv ma'lumot topildi, lekin ismda farq bor desa, pensiya organi buni qabul qilmasligi mumkin. Bunday holatda ba'zan sudga murojaat qilib,
hujjatning aynan sizga tegishli ekanini belgilatishga to'g'ri keladi. Bu qo'rqinchli jarayon emas, lekin hujjatlarni to'g'ri tayyorlash talab qilinadi. 6-qadam. Hamma javoblarni yozma oling. Og'zaki bo'lmaydi, topilmadi, kerak emas degan javob bilan cheklanib qolmang. Agar hujjat qabul qilinmasa, sababini yozma so'rang. Agar arxivda ma'lumot yo'q desa, ma'lumot topilmadi degan rasmiy javob oling. Chunki keyingi bosqichda, masalan, boshqa arxivga yoki sudga murojaat qilganda aynan shu javoblar kerak bo'ladi. 7-qadam. Pensiya qayta hisoblangan bo'lsa, natijani tekshiring. Sizga qayta hisoblandi deyishsa, nechta yil staj qo'shilgani, qaysi sandan qo'llangani, pensiya miqdori qancha bo'lgani va nima asosida hisoblangani haqida tushuntirish so'rang. Pensioner o'z hisob kitobini bilishga haqli. Agar natijadan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati bor. 8-qadam. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p keksa insonlar arxiv, elektron murojaat, nusxa olish, skaner qilish kabi ishlarni qiynalib bajaradi. Farzandlar yoki nabiralar bu jarayonda yordam berishi kerak. Men yoshlarga ham aytaman. Ota-onangizning mehnat daftarchasini bir ko'rib chiqing. Ehtimol ular o'tgan yil ishlagan, lekin pensiya hisobida 25 yil ko'rsatilgandir. Bu farq oilaning oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir real holatni tasavvur qilaylik. Murod ota 1976 yildan 1990 yilgacha sohada traktorchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat 1990 yildan keyingi davr hisoblangan. Chunki oldingi yozuvda muhr yo'q edi. Farzandi arxivga murojaat qildi. 1976-1979 yillardagi ish haqi vedomoslari topildi. Natijada 4 yil staj tasdiqlandi. Pensiya qayta ko'rib chiqildi. Ehtimol oshish juda katta bo'lmas. Lekin har oy qo'shimcha tushadigan pul pensioner uchun muhim. Eng asosiysi odamning mehnati tan olindi yoki boshqa vaziyat. Gulchehra opa 1981 yilda tikuv fabrikasida ishlagan, 1984 yilda turmushga chiqqan. 1996 yilda boshqa viloyatga ko'chgan. Mehnat daftarchasidagi familiya o'zgarishi qayd etilmagan. Pensiya organi qo'shimcha hujjat so'radi. Opa avval xafa bo'ldi. Axir men ishlaganman-ku. Lekin keyin nikoh guvohnomasi va arxiv ma'lumotnomasini olib keldi. Shundan keyin davr tasdiqlandi. Demak, muammo ko'pincha ishlamaganimizda emas, hujjatning to'g'ri bog'lanishida. Men yana bir narsani alohida aytaman. Hujjatlarni soxtalashtirishga umuman urinmang. Eski muhr qo'yish, sana o'zgartirish tanish orqali soxta ma'lumotnoma olish juda xavfli. Bu nafaqat pensiya masalasini buzadi, balki qonuniy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. To'g'ri yo'l sekinroq bo'lishi mumkin, lekin xavfsiz va natijasi barqaror bo'ladi. SSSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shundan iborat. Eski mehnat yillari pensiya hisobida juda muhim bo'lishi mumkin, lekin ular faqat hujjat bilan tasdiqlanganda to'liq kuchga ega bo'ladi. Kimning hujjatlari toza va aniq bo'lsa xavotir kam. Kimda mehnat daftarchasi yo'qolgan, muhri, xira, familiya o'zgargan, korxona tugatilgan yoki boshqa respublikada ishlagan bo'lsa, u odam oldindan harakat qilishi kerak. Bugun siz qiladigan eng to'g'ri ish. Hujjatlaringizni yig'ing, mehnat daftarchangizni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Kerak bo'lsa, arxivdan ma'lumot oling va hech qachon og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Har bir yil, har bir oy mehnat staji sizning huquqingiz. Uni himoya qilish uchun kechiktirmasdan ish boshlash kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi sohada ishlagansiz va stajingiz pensiya to'liq hisoblanganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat pensionerning yillar davomida oladigan daromadiga ta'sir qilishi mumkin.